joyida yoshlarimiz baxtli bo'lsin. O'z-o'zlaridan ko'paysin. Ota-onasiga, elga xizmat qiladigan farzandlar bo'lsin. Amin. Allohu akbar.
taqdirlarni bog'laydi nikoh, umrini yozib poyu peshonasiga. Qo'llariga taqilgan tilla o'ziklar baxtli yashamoqning sirli muhridir. Dunyoni allalar oltin beshiklar, ota-ona baxt va mehridir. Assalomu alaykum qadri baland, qadri bor aziz mehmonlar. Bugun 2026-yil 16-fevral sanasida siz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan va albatta biz bilan birga bo'lishni ixtiyor etgan barcha aziz mehmonlarimizga yana bir bora o'zbekona lutf ila assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Albatta bugungi fayzli xonadonda katta to'y, katta tantana. Mana shunday bir fayzli koshonaga shuncha do'stlar, birodarlar, aka-ukalar, opa-singillarning tashrifidan asosiy maqsadimiz mana shu davrimizning to'rida ayibsiz aybdor bo'lib o'tirgan kelin poshshamiz hamda kuyovtiramiz Abbosbek hamda Durdonaxonlarning baxt, visol, orzu, umidlari ushalgan yaxshi bir kunda siz azizlar bilan birgalikda yig'ilib turibmiz. Avvalo men bu yoshga samimiy o'zim o'zbegim ko'rganimdan xursandman. Kelinimiz va kuyovimiz baxtli bo'lishsin. Endi ijozatlaringiz bilan chiroyli qilib kelin salomni o'tkazamiz. Xo'p desangizlar shu kuyov bilan kuyovning jo'ralariga ruxsat bersak o'tirsalar. Kuyovimiz marhamat, o'tiring. Qalangda oy munchim chiroyli bu qiza. Oydi. Qani ketdik. Boshladik. Oshga piyoz tashladik. Oshga piyoz tashladik. Eshitib olinglar qarindoshlar, qo'shni jonlar, yor birodarlar. Kelin salomimizni boshladik. Yaqinroq kelsak yaxshi bo'ladi. Avval boshlab Allohni yod etaylik yaronlar, payg'ambarlar ruhini shod etaylik yaronlar. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, qabul eyle Allohim senga salom yor yor, qabul eyle Allohim senga salom yor yor. Endi onajonlar qanisilar kelinglar. Birinchi endi onajonlar taxlagan, qizini baxtini o'ylagan, sarpolarni taxlagan, qizini baxtini o'ylagan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, qabul eylang onajonsiz, sizga salom yor yor. Qaqa ketib qoldingiz? Bu zamonaviy kelin salom bo'ldi. Keling bu yoqqa. Salom salom yor yor, kelin salom yor. Keling quchoqlang. Qabul eyling onajonsiz, sizga salom yor yor. Rahmat salom bo'ling. Kuyov to'ramizda onajonlari O'zbekistonda ekanlar, Nasib opa. Hozir u kishi bizani primoy efirda ko'rib turibdilar. Nasib opa, sizga kelin muborak bo'lsin. Biz sizni обязательно Sankt-Peterburgda kutamiz. O'ylaymanki, ko'rishamiz. Ugra kizib eringan, kelin ko'rdim deb suyungan. Ugra kizib eringan, kelin ko'rdim deb suyungan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, qabul eylang Nasiba onajonisi, sizga особенный через экран. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, qabul eylang qaynonajonisi, sizga salom yor yor, qabul eylang qaynonajonisi, sizga salom yor yor. Yashar. Продолжай. Nilufar opa qanisiz? Oy, какая стиляга. Keling. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor, qabul eylang organizator. Nasiba opa. Nilufar opa. Salomlar qabul qilasiz.
Feruza Sulton qanisiz? Siz uchun asobingiz. Erta turib yugurgan, mehmonlarga qaragan. Erta turib yugurgan, mehmonlarga qaragan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Самый позитивный Feruza Pokchun, особенный salom yor yor. Chuqur chuqur salomlar. Yar yar, kelin salom yar yar. Kabul eyleyin mehmonjonlar, sizga salom yar yar. Kabul eyleyin mehmonjonlar, sizga salom yar yar. Endi kuyovimiz особенный, самый главный. Satr to'pi xaridori, yigitlarni sardori. Kabul eyleyin kuyov to'ramiz, sizga salom yor yor. Bir tushmaysizmi, kelmaysizmi? Kelin bitta peshonasidan o'pib, xush kelibsan hayotimga demaysizmi? Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Kabul eyleyin kuyov to'ra, sizga asobinli salom yor yor. Salomat bo'linglar. Bo'ynimdagi marjonim uzilib ado bo'ldi. Shu joyda keling salomim. Ha, sen qolib ketding-a? Ustozim ham bormi? To'xta. Ammo o'zim ham san'atkorku. Men o'zim qanday tabriklashim mumkin? Mayli. Davralarni gullatgan, yallasiga o'ynatgan. Davralarni gullatgan, yallasiga o'ynatgan. Salom salom yor yor, kelin salom yor yor. Ayub akajon Qurbonov, Sirojjon Akmalovich va Kaminay Gamdaret Ferengiz Iskandarovna. Sizlar uchun kelin salom yor yor. Qabul eyling san'atkorlarimiz, sizga salom yor yor. Bunaqa kelin salom birinchi marta bo'lishi. Pozitivный, странный и красивый. Kelinjon, ruxsat beramiz asalom. O'tiring. mana shu bir telefonlarda, bir ajoyib bir uskunalarda bir-birlarimizni uzoq masofamizni yaqin qilib ko'rib turibmiz. Oila a'zolaringizga, qolaversa kuyovto'ramizning otajonlari, onajonlari, u yerda kuzatib turgan barcha qishloqdoshlariga to'ylar muborak bo'lsin deymizda, bugungi kunda mana shu fayzli kechamizga bosh-qosh bo'lib turgan to'yimizni boshidan to oxirigacha kelib boshamiz hamda kuyovto'ramizning boshlarini bir qilgan, yelib yugurib beminnat xizmat ko'rsatib kelgan, ona o'rnida ona bo'lib turgan Nilufar opani taklif etar ekanmiz. Qancha chiroyli qarsaklarda ayamaysizlar. Keling, kelib boshamiz onajonlar, keling. Keling.
Assalomu alaykum. Keling onajonim, keling. Aylanib ketay sizlardan. Qadamingizlarga hasanat bo'lsin. Yana bir bora assalomu alaykum deymiz. Xush kelibsizlar. Qadamingizlarga hasanat bo'lsin deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Jon qizim, jonim qizim, jonima darmonim qizim. Onasining erkasi endi mehmonim qizim. Sovchilarga qudalar kutsin desa hech ko'nmadi, ota-ona vasliga to'ysin desa hech ko'nmadi. Jon qizim, jonim qizim, jonima darmonim qizim. Qizingizning qadrini uzatganda bilasiz. Ostonadan olisga kuzatganda bilasiz. U ham ko'ngil bog'ida bir damni holdir ey onam, farzandiga beshikni bezatganda bilasiz. Qiz bola palaxmon tosh o'zga joyga otilar. Xarchand yig'lasa hamki sarpolarga sotilar. Ayriliqning tig'i dilga botilar. Ko'ksingizga bosh qo'ysa yupatsangiz bilasiz. Hay hay o'lan jon o'lan kelin keldi yor yor, ostonasi tillodan kelin keldi yor yor. Azizlar, bu dunyoda insonning ikki donagina do'sti bo'lar ekan. Birinchisi Alloh, ikkinchisi siz bizni yorug' dunyoga keltirgan aziz zotlar, onajonlarimiz ekan. Xudoy taolo so'zimizni ruhimizga parvona. Onalarimiz-chi? Onalarimiz to o'zlari qabrga ketgunlaricha boshimizda parvonalar. Ilohim o'tganlarini Alloh rahmat qilsin. Borlarini umrlarini ziyoda qilsin. Duolarda barqaror bo'lib yurishlikni ko'rishlik biz aziz farzandlarga ko'p yillar nasib etsin. Siznikidir uyim to'g'ri onajonim, siznikidir qalbim to'g'ri onajonim, to'g'ri yo'lni ko'rsatguvchi jonajonim, qiyosni hech topolmasman o'zingizga. Do'stlarim shod kunimda parvonadir. Bir zot borki shod qayg'umda yagonadir. Ta'ma yo'qdir onasizning bergan oqsitingizga. Qaraganda qo'lingizda aso bo'lsam, ey do'ri qochsa ko'zingizga ziyo bo'lsam, yelkanda mas boshga qo'yib hajga borsam, arzirmikan bedor o'tgan tuningizga, nuri diydam uzun bo'lsin umringiz, sog'inib boshin egar o'g'il qizingiz. To'lov yo'qdir onasizning bergan oqsitingizga. Onajonlarim, oqibat degan bir gap bor dunyoda. Lekin oqibat bilan oqibatning ham farqi bo'lar ekan. Onani farzandiga qilgan oqibati beminnat oqibat bo'lar ekan. Lekin farzandni onaga qilgan oqibati omonat oqibat bo'lar ekan. Minnatli oqibat bo'lar ekan. Keyin mana shu bir og'iz so'zimni ayamay bugun bor, ertaga yo'q deb qiladigan minnatli, omonatli oqibat qilar ekanmiz. Agar so'zlarimdan dilingiz ranjigan bo'lsa, qabristonga borib ko'radigan bo'lsangiz, hattoki o'sha qabr toshlariga ham jimjimador qilib aziz farzandlaringizdan esdalik deb yozib qo'yar ekanmiz. Dunyoni omonatligini, dunyoni yolg'onligini ko'rsatib ketgan insonga so'zimizni, omonatimizni, esdaligimizni nima keragi bor? Tunda yarmida oyoq qoqib kelgan vaqtimizda bizni kutib o'tirgan bedor onaizor qadam tovushlarimizdan emas, balki qalblari bilan sezib turar ekanda, bor yo'q bir og'iz so'z aytar ekan. Bolam, keldingmi? Ana shunda mana shu so'zim og'ir botib ketar ekanda, ha onajon keldim, uxlaversangiz bo'lmaydimi? Yosh bolamasman-ku deb ozgina onajonlarimizning qalblariga ozor yetkazib qo'yar ekanmiz. Ey azizlar, o'sha onaizor mangu uyquga ketganlaridan keyin o'sha onaizor yotgan g'aribgina kulbani tagidan, g'aribgina derazani tagidan 1000 marta u yoqqa o'ting, 1000 marta bu yoqqa o'ting, qayta o'sha nido eshitilarmikan? Bolam, keldingmi? Ilohim onajonlarimiz baxtimizga sog' bo'lsinlar, omon bo'lsinlar. Albatta O'zbekiston Respublikasi Sirdaryo viloyatida kuyovlarimizdan otajonlari, onajonlari, barcha qarindosh urug'lari, qo'ni qo'shnilari, qishloqdoshlari ko'rib turibsizlar. Sizlarga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymizda, biz san'at ahllari qarsayni yaxshi ko'ramiz. Agar meni eshitib turgan aziz mehmonlar bo'lsa, onajonlarimizga chiroyli bitta qarsakinglarni ayamaysizlar. Rahmat, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Nilufar opa, agar ruxsat bersangiz, mehmon atoyi xudo deydi. Mana shu kelin poshamizni onajonlardan bitta chiroyli duo eshitamizda, ana undan keyin sizdan bir duoni eshitib, undan keyin sizlar uchun atalgan ajoyib bir kuy qo'shiqlarimiz bilan. Bizda bir odat bor onajon, mehmon atoyi xudo deydi. Siz mehmonsiz, Xudo tomonidan tashrif buyurgansiz. Qadamingizga hasanat bo'lsin deymiz. Marhamat. Assalomu alaykum. Uzoqdan kelgan mehmonlar, tanimaganim, bugun tanishganlarim,
shu bugundan e'tiboran o'g'lim Abbosbek shu qizimni nikoh kechasida o'tirar ekanmiz. Hammalarga baxt, saodat, omad, shu qatorda bolalarimga ham baxt tilayman. Hammalarga omadlar bersin. Kelganlarga rahmat. Xush kelibsizlar. Hurmat qilib kelganlarga katta rahmat. Kelmaganlardan uzr so'raymiz. Qolganlarga hammamizga sabr, toqat, bu yoqqa omad. Assalomu alaykum. Uzoq yaqindan kelgan mehmonlar va mezbonlar. Mana bugun farzandlarimni baxtli nikoh kechasida o'tiribsizlar. Hammalaringizga xush kelibsizlar deyman. Farzandlarimiz baxtli bo'lsin, taxtli bo'lsin, o'zlaridan ko'paysin. G'ulom aka, Nasib opa sizlarga kelin qul bo'lsin deyman. Mahliyoxon kuyov qul bo'lsin deyman. Kuyov emas o'g'lingiz bo'lsin. Farzandlaringiz qatorida farzandim deb qabul qiling. Qudalar sizlarga ikkala qudalar borishli, kelishli, mehrli, oqibatli bo'lingizlar. Yoshlar baxtli, saodatli bo'lsin. Mehmonlar kelganlaringiz uchun katta rahmat. Rahmat. Chiroyli qarsakinglarda onajonlarimizga ayamaysizlar, salomat bo'linglar, omon bo'linglar. Onajonlarim, endi xalqimizda bir gap borki, qudachilik ming yilchilik degan ajib bir maqom bor. Sizlarga bugundan e'tiboran qudachilik ming yilchilik degan ajib maqom muborak bo'lsin deymiz. Albatta bizni kuzatib o'tirgan kuyovtaramizda onajonlari sizga ham qudachilik ming yilchilik degan ajib maqom muborak bo'lsin deymiz. Ana endi azizlar, hozir mana O'zbekistondan bizni kuzatib turgan kuyovtaramizda onajonlari uchun chiroyli qarsakinglarni yana bir bor ayamaysizlar. Rahmat, salomat bo'ling. Onajon, sizlar uchun qarsaklar albatta yangrayapti. Ana endi prямой efirdan ko'rib turgan bo'lsangiz, hozir bu yerdagi onajonlarimiz, qolaversa bizni kuzatib turgan onajonlarimiz uchun ajoyib kuy qo'shiqlarimiz bilan davom etar ekanmiz. Albatta, Firangiz Iskandarovna, qolaversa Ayubjon Qurbonov bugungi aziz mehmonlarimiz. Ana endi onajonlar, marhamat, sizlar uchun davom etar ekanmiz. To'ylar muborak bo'lsin. fayzli koshonalarda, musofir yurtlarda, chiroyli bir diyorlarda mana shu fayzli koshonamizning to'rida ayibsiz aybdor bo'lib o'tirgan kelin poshamiz hamda kuyovtiramizda baxt kechalarida birgalikda turganligimizdan bag'oyatda minnatdormiz. Yana bir bora xush kelibsizlar deymiz. Marhamat. Rahmat.
Assalomu alaykum, uzoq yaqindan kelgan aziz mehmonlar. Mana bugun ukamiz Abbosjonni hayotida bo'ladigan eng baxtli kunlardan biri. Abbosjon, tabriklaymiz, baxtli bo'lgin. Xudo xolasa keyingi yillar shu vaqtlarda beshik to'ylarida hammamiz qatnashamiz. Nasib qilsin, baxt tilayman. Avvalambor assalomu alaykum vatandoshlar, uzoq yaqindan kelgan o'zimizda o'zbeklar. Mana bugun shu dargohga yig'ilishimizga sababchi bo'lgan ukamiz Abbosjon va kelinimizni visol oqshomi baxt to'ylari bilan tabriklaymiz. Shu dargohda yiqqaningiz uchun sizga rahmat, baxtli bo'linglar, uzoq bo'linglar. Avvalambor assalomu alaykum akalar, opalar, ukalar, singillar. Abbosbek ukajonim tabriklayman. Baxtli bo'lgin. Akalarimni shirintagilarga qo'shilaman. Chiroyli baxt tilayman sizlarga. Rahmat, salomat bo'linglar. Chiroyli qarsakinglarda akajonlarimizga aytmaysizlar. Ana endi akajonlar yana bir bor qadaminlarga hasanat bo'lsin deymiz. To'ylar muborak bo'lsin. Ajib bir sovg'alarimiz bor, shoularimiz bor. Qolaversa, aynan mana shu muhabbat to'rlari qolaversa, eshitilyaptimi ovozimiz? Otajon gapiring. Sizni barcha mehmonlarimiz qolaversa, kelin-kuyovlarimiz sizni kutib o'tirdilar. Chiroyli bitta duo berasiz. Marhamat, duo qilib qo'ying, marhamat. Duo qilib qo'yasiz, duo qilasiz. Telefonda sizni hamma eshitib turibdi. Duo qiling bitta farzandlaringizga.
Kuyovbola, hozir bir daqiqa siz tomon yuzlanmoqchiman. Bu kishi onangizmi? Onajoningizmi? Bu kishi kim? Yes, stop. Ikkitami onangiz? Rahmat, o'zimanda ikkita. Bitta savol beraman-da, mana shu kameralarni onajoningiz ko'radi, to'g'rimi? Oxirgi marta onajoningizga ona siz yaxshi ko'raman deb qachon aytdingiz? Faqat rostini ayting. Boyagina. Telefondan. Ismlari nima onajoningizmi? Nasiba ona, agar bu kamerani, video tasvirlarni ko'rsangiz, meni kiyimimga e'tibor bermang. Stroyga ishlayman o'zi. Bu she'rni akamning nomlaridan qabul qilasiz. Bitta she'rim bor, shu akam nima deydi, yuraklarga tugib qo'ygan so'zlari ko'p holatlarda bizning farzandlar onamizga onasiz yaxshi ko'raman deb ayta olmaymiz deb buni she'rlar bilan isbotlaymiz. Muhabbatdan so'z olsangiz, onadan boshlang. Onasini sevmagan, onasini yaxshi ko'rmagan farzandi muhabbati yolg'on bo'lar ekan. Onajon, siz yozib bo'lmas, aytib bo'lmas, ta'riflab bo'lmas muhabbatimsiz. Sizni mehringiz oqib turgan daryoga o'xshaydi. Yo'q, adashdim, daryo emas, poyoni yo'q. Xumoga o'xshaydi onajon, sizni mehringiz. Insonlarning hammasi oddiy suv. Yolg'izsiz qalbim rohati, qalbim marhami, zamzamimsiz onajon. Sizni nega yaxshi ko'raman go'zalim? Chunki siz go'zallar ichida xushro'yim, qalbim rohati, malhamimsiz onajon. Umringiz sog' bo'lsin, akamning baxtiga doim sog' bo'ling. Xudo xohlasa, mana shu kunimizni qo'llarda mazali taomlarni yeyish nasib bo'lsin. To'ylab boraymiz. Sizga kelib boraymiz onajon. Buvijon onamizga borib kelamiz aka. Tabriklayman. O'zingizlar qiling, baxtli bo'linglar, ko'z tegmasin. Mana shunday bir musofir yurtlarda shuncha do'stlarni, birodarlarni yig'ib, mana shunday bir ehson dasturxon yozishlik hammaga ham nasib etmagan. Alloh taolo mana shu kelin-kuyovlarimizga shunday farzandlarni bersinki, ta'kidlab o'tganimizda yana bu farzandlar butun ummatga xizmat qiladigan qoriy qurollardan, allomai zamon insonlardan farzandlarni Alloh taolo nasib etsin deymiz. Barcha aziz mehmonlarimizni qadamlariga hazrat bo'lsin. Hammalaringizga yana bir bora to'ylar muborak bo'lsin deymiz. Yoshlarimiz baxtli bo'lsinlar. Ana endi yoshlarimizni yor-yorlar sado asosida kuzatib qo'yamiz. Salomat bo'linglar.
To'xtab turaver, bos. Aka. Endi ko'rasan. Yerga topish toshga topish. Endi. Sen demak